Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seyşembe. Hürmetli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. Angliya taratqularının xabar qilishicha, Angliyaning muavin bosh ministri Oliver Dowden 25 mart kuni Angliya parlamentiga Xitoy davlatining homiyligidagi tor buzg'unchilarining yaqinda Angliya saylam komitetining toriga hujum qilib, millionlagan angliyalikning shaxsiy uchurga erishishi va buning Angliya demokratik musobaqasiga bo'lgan ta'siri haqida ma'lumot berdiganligi bildirilmoqda. Angliya Osmon xabarlari torining 25 mart bergan xabarida Angliya hukumati Xitoyning qo'llashida ilib berilgan bu tor hujumga chetishli Xitoy shaxslarga jazo yurgizmoqchi bo'lganligini bildirgan. Xabarlarda Angliya hukumat ministrlarining 25 mart tor hujumi haqida parlamentda doklad berganda, palata a'zolarining Xitoyni qattiq jazolash haqidagi besimiga uchraydiganligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Angliya saylam komitetining to'g'ri qilingan bu hujumda tor hujumchilari Angliya parlamentining har ikki palatasining 43 nafar a'zosining mushtirlarga erishgan bo'lib, ularning ichida Ian Duncan Smith, Lord Alton, Edward MacDonald va Tim Lawton qatorliq 4 nafar palata a'zosi bor ekan. Bu to'rtaylan o'xshash bir vaqtda xalqaro parlamentlararo Xitoy ishlari birlashmasining a'zosi bo'lib, Duncan Smith, Lord Alton qatorliqlar Angliya parlamentining 2022-yil Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishida halqiliq rol o'ynagan shaxslar edi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Angliya o'zining josuslik qonuniga tuzatish kirgizish qadamini tezlatgan. Xabarlarda bu vaqtdagi tekshirish huquqi qonuniga tuzatish kirgizish loyihasining 25 mart kuni parlamentning Avam palatasida muzokara qo'yilganligi qayd qilinmoqda. Agar bu qonun ma'qullansa, bexatarlik organlarining josuslik harakatlarini tekshirish huquqi kuchaytirildi ekan. Halbuki, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Bangtondan yetkab kelgan bayonotchisi Lin Jian aslida Xitoyning tor hujumining asosli ziyonkashlikka uchrag'uvchilarining biri ekanligini deb chalvo qilgan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida 4-oyning boshlarida Amerikada rasmiy ziyoratda bo'ladi. Moliya vaqti gazetining 24 mart xabar qilishicha, Amerika va Yaponiya rahbarlari 10 aprel uchrashgan kuni ikki taraf Yaponiyada turishliq Amerika qismlarining qo'mondonlik sistemasini qayta tashkillab, ikki davlatning urush qilish plani va harbiy manevrini kuchaytirdi ekan. Xabarda bu Amerika Yaponiya xavfsizlik shartnomasi imzolangan 1960-yildan beri ikki davlatning xavfsizlik jihatdagi ittifoqdoshlik munosabatini tunji qatim zo'r ko'lamda yuqori ko'tarish hisoblanganligi, buning Xitoyga taqobil turishni nishon qilganligi ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika bu qatimliq qayta tartibga solish orqali Amerika bilan Yaponiyaning harbiy moslashuvchanlikda mavjud bo'lgan ba'zi qashillarni tuzitib, Yaponiyada turishliq Amerika armiyasi qo'mondonlik shtabining huquqini kengaytmoqchi ekan. Moliya vaqti gazeti yana Bayden hukumatining Havaydagi Hindi Tinch okean qismlari qo'mondonlik shtabi qarmog'idagi Tinch okean qismlariga qarashli yangi bir Amerika birlashma qismlarini tashkil qilishi va bu birlashma qismining tadrijiy Yaponiyaga o'tkazilishi mumkinligini bildirgan. Xabarlarda bu taraqqiyot Amerika bilan Yaponiyaga nisbatan Xitoy tahdidining kunsir kuchayotganligi, ular bu orqali ikki davlatning Tayvan bo'g'izli urush portlashida krizislar yuz berib qolsa, harbiy hamkorlikni o'ngishli ilib berishni umid qilganligi bildirilgan. Yaponiya 2022-yili davlat xavfsizlik strategiyasiga munosabat 3 muhim hujjatga tuzatish kirgizib, davlat mudofaa xomchotini tadrijiy o'stirishni qaror qilgan. Shundaqla 2023-yili mudofaa aqtashlik kitobi e'lon qilib, Xitoy harbiy kuchining tez kengayishini xalqaro tartibga nisbatan eng chong strategiyalik xiris deb ko'rsatgan edi. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinpingning o'tgan yili 8-oyning oxirlari Janubiy Afrikadan qaytishida tuyuqsiz Urumchi to'xtab o'tishi nurg'un gumonliq savollarni paydo qilgan edi. Ayni vaqtda Xitoy taratqullari Xi Jinpingning Urumchida atalmish Uyg'ur nomrayliq partkom va hukumatning xizmat vakolatini anglaganligi va atalmish Xinjiang xizmatiga oid ba'zi muhim yo'l yo'riqlarni berganligini ilgari surgan. Ammo konkret qanday yo'l yo'riqlarni berganligi tilga ilinmagan edi. Navbatda Nopozliq chet el tadqiqotchilari Xi Jinpingning shu qatimliq Urumchi to'xtab o'tishda uning 2014-yili o'ttirib qo'ygan Uyg'urlarning o'z ona vatanida nopoz jihatdagi ustunlikni ojizlatish siyosatini davomlashtirishni qayta ta'kidlaganligini qayd qilmoqda. Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi, lager va Uyg'ur majburiy emgak mutaxassisi Dr. Adrian Sens 24 mart Amerika ijtimoiy aloqa suhbati X'da Xi Jinpingning 2023-yili Sharq Turkiston qilgan tuyuqsiz ziyoratida uning bu siyosatni qayta ta'kidlaganligini bildirgan. Adrian Sensning qayd qilishicha, Xi Jinping 2014-yil qilgan bir qatimliq maxfiy so'zida
Uyg'urlarning o'z ona vatanida nopus jihatdagi ustunlikni ojizlatish uchun ularni yo'tkab assimilyatsiya qilishni qo'llagan ekan. Adrian Sens yana yangi dalillar 2023-yili Sharq Turkistonga nishonliq yordam berish turining ko'rinarli darajada kengayganligi. Adrian Sens yana yangi dalillar 2023-yili Sharq Turkistonga atalmish nishonliq yordam berish turining ko'rinarli darajada kengayganligi. Bu tur bo'yicha o'tgan yili boshqa Xitoy o'lkalariga emgak kuchlarini yetkazishning 38% oshganligini bildirmoqda. Xitoyning Nankay universiteti ilgari davlatning yordamida ilib borgan va tayyorlagan bir tadqiqot dokladida 9 yoshidagi Uyg'ur emgak kuchlarini Xitoyning ichkari o'lkalariga yetkazib nopusni tarqaqlashtirish, ularning ko'payishini kontrol qilishning, shundaqla nopus jihatdagi ustunlikni ojizlatishning unumli chora ekanligini o'tirib qo'ygan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Yaponiya hukumatini Yaponiya parlament a'zolarining chaqiriqiga quloq solib, avtomobil ishlab chiqaruvchilarining Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan bo'lgan aloqasini tekshirishni talab qilgan. Yaponiya parlamentining hokimiyat beshi va hokimiyat sirtidagi partiyalarga mansub bo'lgan bir guruh a'zosi o'tgan yilning oxirlarida chaqiriq e'lon qilib, Yaponiya hukumatidan avtomobil ishlab chiqaruvchilarining Sharq Turkistondagi alyumin sanoatida mavjud Uyg'ur majburiy emgak bilan bo'lgan munosabatini tekshirishni talab qilgan. Yaponiya parlament a'zolarining chaqiriqi kishilik huquqni kuzatish tashkilotining 2023-yili 10-oyda e'lon qilingan doklatidan keyin o'tirib qo'yilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti shu qatimliq dokladida vatanimizning alyumin sanoatida Uyg'ur majburiy emgakining ishlatilganligi, Toyota'ni o'z ichiga olgan dangliq avtomobil shirkatlarining davomli Uyg'ur majburiy emgakiga aralashgan alyumin mahsulotlarini ishlatayotganligini bildirgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Osiyo bo'limining program direktori Tepi Kasay 19 mart e'lon qilgan chaqiriqida Yaponiya hukumatini parlament a'zolarining chaqiriqiga quloq solib, tezdan kishilik huquq hushyorlik qonuni va kishilik huquq jazo qonunlarini ma'qullashga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya avtomobil ishlab chiqaruvchilarining vatanimizning alyumin sanoati bilan bo'lgan aloqasini tekshirish chaqiriqi Yaponiya parlamentida 2021-yili qurilgan parlament kishilik huquq diplomatiyasini qayta o'ylash jamiyati tomonidan o'tirib qo'yilgan. Mazkur jamiyat Yaponiya parlamentining o'qituvchi va hokimiyat beshidagi partiyalarining parlament a'zolaridan tashkil topgan edi. Yaponiya Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda qattiq ehtiyotchan bo'lsa-mu, lekin Yaponiya parlamentida qurilgan bu jamiyat Xitoyning kishilik huquq masalalarida, bo'libmi Uyg'urlar masalasida Yaponiya hukumatini tiqim dodil bo'lishga chaqirib kelgan. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.